Sport bu nafaqat jismoniy chiniqish, balki iroda, jamoaviy birdamlik va yuksak maqsadlar sari intilish demakdir. Ellikqal'a tumanidagi markaziy stadion bugun ana shunday jo'shqin energiya va g'alabaga bo'lgan ishtiyoq markaziga aylandi. Bu yerda 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigitlar o'rtasida futbol va mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogining tuman bosqichi boshlandi. Tadbirning ochilish marosimida so'zga chiqqan tuman hokimi Valijon Batirbayevich Niyozimbetov prezidentimiz raisligida sport sohasini rivojlantirish bo'yicha belgilab berilgan vazifalar ijrosiga to'xtaldi hamda barcha jamoalarga muvaffaqiyat tiladi. Ochilish marosimida so'zga chiqqan tegishli tashkilot rahbarlari har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogining mohiyatiga alohida e'tibor qaratdilar. Ta'kidlanganidek, musobaqadan ko'zlangan asosiy muddao mahallalardagi yoshlarni sportga muntazam jalb etish orqali ularning qalbida vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini mustahkamlashdan iboratdir. Ta'kidlash joizki, mazkur saralash musobaqasida Ellikqal'a tumanidagi 40 ta mahalladan kelgan jamoalar hududlarga bo'lingan holda o'zaro kuch sinashmoqdalar. Murosasiz kechadigan bahslarda g'olib bo'lgan eng kuchli jamoalar keyingi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda final O'zbekiston Respublikasi bosqichlarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritadilar. Rejaga muvofiq musobaqalarning birinchi bosqichi joriy yilning aprel-may oylarini, ikkinchi bosqichi iyun-iyul oylarini qamrab oladi. Eng hayajonli va hal qiluvchi final bosqichi esa avgust oyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Rasmiy qismdan so'ng qur'a tashlanib, yashil maydonlarda ilk uchrashuvlarga start berildi. G'olib bo'lgan jamoalar nafaqat qimmatbaho sovg'alar, balki o'z mahallasida zamonaviy sport maydonchalari qurilishi uchun ham hissa qo'shish imkoniga ega bo'ladilar. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi bahslari Ellikqal'a tumanida davom etmoqda. Bu marafon yangi nomlarni kashf etishi va yoshlar hayotida yorqin iz qoldirishi shubhasiz. Musobaqalarning tuman bosqich natijalari va eng sara jamoalar haqida muntazam xabardor bo'lish uchun informatsion dasturlarimizni kuzatib boring.